Hozir men sizlarga dehqonlarni 10 baravarigacha pulini tejab qolish yo'lini o'rgataman. Bu gaplarimning asosiy sababi, siz agar hali ham plyonkadan foydalanayotgan bo'lsangiz, men sizga minuslaringizni sanab beraman. Birinchisi duga qilasiz, ikkinchisi duga uchun sim xarid qilasiz, uchinchisi ishchi kuchi 2 baravar ko'proq bo'ladi. Eng asosiysi bitta sovuq havo hammasi barbod qiladi. Endi men sizlarga plyonkadan kam xaraj va sifati yuqori bo'lgan natijalari bo'yicha hozirgi dehqonlarni quvontirib kelayotgan agroloknoni tushuntirib beraman. Akalar, Turkiya mahsuloti komponentlarini ko'ryapsizlar, antibakterial, UV foizlari, antifug va eng asosiysi o'zida kondensatsiya yig'masligi. Bu plyonkada kuzatilinadi. Bu ko'chatda eng yomon dushmani hisoblanadi. Xo'p, mana shu ko'rib turganinglar akalar, Turkiyaning 30 grammli agroloknosi bo'ladi. Bunda bizda yana 42 va 60 grammli agroloknolar bor. Hop, 60 grammli agroloknoyimizda tashqari minus 10 gradusli paytida ichkari pilisoy 0 ga teng bo'ladi. Suv ushlash darajasi qanaqa? Hosilga qanaqa ta'siri bor? Nafas oladimi? Albatta nafas oladi akalar. Suv ushlash darajalarini ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Suvni o'zida qanaqa ushlab turadi. Bu 30 grammli agroloknoni o'zida Turkiyaning agroloknosi kerak bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Optim narxda yetkazib bera olamiz. Slavnav Fazagrup bizda foydali.